Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Mana bugun 20-may ish tajribasi asosida tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. Bizda PX 7 qaror bo'yicha biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. 312 qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam bo'yicha 10 million so'mgacha kredit beramiz. 312 qaror bo'yicha 300 milliongacha kredit beramiz. 100 million euro, 200 million euro bo'ladi. 10 sonli qarorimiz bor. Bu talabalar 4-kurs talabalarga beriladi. Bu ham xuddi shu tartib asosida bo'ladi. 100 milliondan 300 milliongacha o'zi qarorga bir milliardgacha beriladi. Sizlarda qanday qiziqtirgan savollar bo'lsa, savollarni Haqiqatda bo'yicha prezident qarori bo'yicha kredit olmoqchiman. U bilan o'sha qanday imtiyozlar bor? Siz o'zingiz band qilasiz. Band qilgandan 375 ming so'm soliq to'lovi bor. Kassaning orqali to'lov qilasiz. Pasportingiz to'lov ketkazsa, o'zingiz bandligingiz bor, berasiz bizga. Shu bo'yicha biz sizga 10 million so'm plastik kartaga tashlab beramiz. 317 qaror bo'yicha asosiy o'sishni olmoqchiman. Shuni tartibini tushuntiring. 312 qaror bo'yicha 100 milliongacha garov beramiz. 100 milliondan 300 milliongacha garov beramiz. Asosiy vositaga 7 yil muddatgacha beramiz. Aylanma muddatga 18 oy muddatga. Asosiy vositaga 24 oygacha imtiyozlarni, aylanma muddatga esa 3 oy imtiyozlarni beramiz. Korxonani balansi, hujjatlari, guvohnoma va hujjatlarni o'qiysiz, tanlab bilasiz, ko'rib chiqib, o'rgatib aytamiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshqa savollaringiz bo'lsa, yana shu gaplarga rahmat.